Xotinni hurmat qilish bu xotin quli bo'lish degani emas. Ayolini hurmat qilgan, u bilan bamaslahat bo'lgan erkakning kayfiyati ham, barakasi ham baland bo'ladi hamisha. Ayolning hurmati bor uyda baxt hukmron bo'ladi, chunki ayolga nima bersangiz, u sizga uni 10 barobar qilib qaytarib beradi. Ayollar shunaqada. Seni sevaman deng, bergan mehringizni sizga 10 chandon qaytaradi. Bee'tibor, jiraki bo'ling, xonadoningiz g'urbatga aylanadi. Yuraverasiz keyin, ishim yurishmayapti, topishimda baraka yo'q deb. Chunki oilada halovat yo'qdi. Erkak naqadar boy, martaba sohibi bo'lmasin, uydagi ayoli asabiy bo'lsa, u baxtli bo'la olmaydi. U unga yuqadi. Uydagi muhit, uydagi kayfiyat erkak uchun albatta yuqumli bo'ladi juda ham. Ana shu kayfiyatda ko'chaga chiqib ketgandan keyin ko'chada ishlari qanday yurishsin bu erkakni? Axir uni kayfiyati buziladi. Chunki oilasi davrasidagi rohat hammaga birday qadrli, ham ayol uchun, ham erkak uchun.